Vatanimiz mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan Pastdarg'om tumanida Yangi O'zbekistonda erkin va obod yashaylik shiori ostida 3 avlod uchrashuvi ma'naviy ma'rifiy tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirga 3 avlod vakillari, mehnat faxriylari, fidoyi ishchilar va yoshlar taklif etildi. Tadbir tuman markazida joylashgan Motamsaro ona haykali poyiga gul qo'yishdan boshlandi. Shundan so'ng tadbir ishtirokchilari keyingi yillarda tumanimizda ro'y berayotgan tarixiy o'zgarishlar bilan tanishish maqsadida ijtimoiy, iqtisodiy obyektlarda bo'lishdi. Jumladan, uchrashuv ishtirokchilari paxta hamyoshasidan ip kalava ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan Samarqand Kamalak Invest Tekstil korxonasi faoliyati bilan tanishdi. Korxona faoliyati xususida mutaxassislar bilan suhbatlar o'tkazdi. Paxtamiz buradan kirsin, üzerimizden konuşmuşuz. Zaten prezidentimiz de, Shavkat Mirziyoyev her tadbirkorlarning gapirishini aytyapti. Paxta ishlab chiqarishda 5-o'rinda turibdi. Kiyim-kechak import qilan nikoh xohlamaydi. Kiyim-kechakda eksport qilan davlat bo'lishimiz kerak. Inshaalloh. Tadbir ishtirokchilarining keyingi manzili tumandagi yana bir yirik ishlab chiqarish korxonasi Samarqand Kabil Invest korxonasi bo'ldi. Ushbu korxona faoliyati bilan tanishuv ishtirokchilarda ulkan taassurotlar qoldirdi. Ana shunda zavqlar qurilganligini o'z ko'zimizdan ko'rib xursandmiz. San bo'lar ekan. 3 avlod vakillari tuman hokimligi qoshida tashkil etilgan Pastdarg'om Bunyodkor Obod davlat unitar korxonasi hamda tumandagi ijtimoiy ahvoli og'ir chin yetimlar uchun tumanning Go'zalkent massividan qurilgan 44 uyda ham bo'lishdi. Yaxshimisiz? Uylar qanday, sharoitlar qanday uydadir? Yaxshi sharoitlar. Rahmat, hokimimizga rahmat. Dunyo turguncha tursin hokimimiz, avvalo prezidentimizga rahmat. Yangi O'zbekiston manzarasini yorqin ranglarda ifoda etadigan ko'cha va xiyobonlar, zamonaviy uy-joylar, turli ijtimoiy obyektlar bilan tanishuvlarning har biri ishtirokchilarda olam taassurotlar uyg'otdi. Tadbir tuman markazida joylashgan Yangi O'zbekiston maydonida ochiq osmon ostida yozilgan dasturxon atrofida davom etdi. Gullab borayotir mehnatdan har dam, oydin tilaklardan yangi kuch olib, yashnayotgan diyor yangi Pastdarg'om. Pastdarg'om, ey jonim tutashgan makon, qadrlisan menga ey aziz tuproq. O'zing siylaguvchim, osmon etguvchim, senga muhabbatim har nedan ko'proq. So'z Pastdarg'om tumani hokimi Xudoyberdiyev Shunqor Farmonovichga. Marhamat. Tuman hokimi Shunqor Xudoyberdiyev bugun prezidentimiz rahnamoligida tumanda olib borilayotgan islohotlar xususida nutq so'zladi. Istiqlol yer yurtimiz uchun o'z taqdirini haqiqiy egasi bo'lib, qadr-qimmatini anglab, munosib hayot kechirish yurtimizda haqiqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish imkoniyatini yaratdi. 3 avlod vakillarining o'zaro suhbat va muloqotlarida mamlakatimizda inson omiliga yuksak e'tibor berilayotgani, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan jamiyatimizning har bir a'zosiga g'amxo'rlik, mehr-oqibat ko'rsatilayotgani, inson qadr-qimmati, uning orzu-niyatlarini ro'yobga chiqarishga imkoniyat yaratib berish ustuvor vazifaga aylangani bot ta'kidlandi. Yoshi ulug' otaxon va onaxonlarimiz hayoti va mehnat faoliyati davomida to'plangan boy tajribasi, yoshlik davridagi o'ziga xos qiyinchiliklar, mehnat pallasidagi mashaqqatlar, nihoyat nuroniylik paytida ko'rsatilayotgan hurmat, ehtirom haqida o'z dil so'zlarini, samimiy fikrlarini bildirdi. El yurt ravnaqi yo'lida mamlakatimiz rahbariga yaqin ko'makchi,
kamarbasta bo'lish lozimligi 3 avlodga mansub yurtdoshlarimiz o'rtasida kechgan samimiy suhbatlar bosh mavzusiga aylandi. Tadbir davomida tumanimiz rivojiga o'zining munosib hissasini qo'shgan nuroniy otaxonlar hamda o'zining shijoati bilan mamlakatimizni dunyoga tanitishga o'z hissasini qo'shayotgan yoshlarga tuman hokimligining esdalik sovg'alari topshirildi. Ochiq osmon ostida tashkil etilgan uchrashuv oqshomi jo'shqin kuy-qo'shiqlari, balki dilkash suhbatlar, xayrli amallar bilan barchaning xotira daftariga muhrlanadigan bo'ldi.